Do'stlar, assalomu alaykum. Hozir masjid oldida bir tanishimizni ko'rib qoldik. Assalomu alaykum. Podpishchik, to'g'rimi siz? Ha, Mirajon, siz qayerdansiz? Tojikistondan bo'laman. Tojikiston qayerdan? Farxordan. Hozir siz bilan video olamiz. Aha. Telefon qilasiz onangizga. Aha. Ona, men sizni yaxshi ko'raman deb aytasiz. Aha. Yo'q, gapingiz to'g'ri. Onam dunyodan o'tganda aka. Qancha bo'ldi dunyoda? 3 yil bo'ldi-da aka. 3 yil, 3 oy. 3 yildan o'tdi-da. Do'stlar, onangiz tirikmi? Vaqtida men sizni yaxshi ko'raman, ona deb hurmat qilib qoling. Ana Onani shu qadriga yetish kerak. Onalari borlar tushunmaydilar. Onalari dunyodan o'tgandan keyin tushunadilar aka. Ona onangiz borligicha hurmat qilsinlar, qadrlasinlar. onangiz bo'lganda hozir nima qilardingiz siz? Hozir nasha aytgan gapingiz telefon qilsam, onajon men sizni yaxshi ko'raman. Moskvadan telefon qilaman deb aytkichim. Onasi bu odamlar, boy odamlar. Onasi bor odamlar onasini qadriga yetsinlar. Ona eng hayotda birinchi joydalar. Do'stlar, ushbu videoni onasi bu odamlarga va onasini xor qiladigan insonlarga tarqatib qo'yasizlar. Men oxiri bunaqa bo'ladi deb o'ylamagandim.